O saryoni xosoma kuydirib qo'yasan. Jo'jalarni urib, saryoni o'zida pishiramiz, sachokli qilib. Tovuqni yaxshi ko'radigan nevaralarimga jo'jani saryada pishirishni boshladim. O'rta holdagi jo'jalarni orasini ochib tozalaymiz. Go'sht yumshoq pishishi uchun ishlov berib urdim. Yoshligimizdagi ugolok jo'jani eslaydiganda bormi? Hammasini bir tekisda patnisga taxlab, qaymoqqa qorib oldim. Qaymoq tovuqimizga sochnilik berib, rangini ham qizartirishga yordam beradi. Yaxshilab massaj qilib, tuz va paprikasini sovuramiz. Saryoni o'ziga qovurib dimlangan tovuq boshqalardan ajralib turadi. Saryo solishdan oldin qozonlarni qizdirib olmaydi, saryo kuyib qoladi. Qozonga saryo erigandan keyin tovuqlarni bitta-bitta solib qizartirib olamiz. Bahor fasli uyg'onish fasli. Dam olish kunlari ekinlarga e'tibor berib, gul ekishni yaxshi ko'raman. Shirin daraxtidan chiqayotgan hid butun hovliga tarqaldi. Jo'jalarimizni ikki tarafini chiroyli qilib qizartirib oldik. Qozondagi yog'larni tozalab, yana qayta solib, saryog'imizni ustiga jo'jalarni ustimiz terib chiqamiz. Ustiga yana alohida sariylarni solib, nonlarni botirib yeyilgan sachokli bo'lish uchun taxminan 1 litr qaynoq suv sovurdim. Sho'rtangina sachokka, zira, qizilcha, butun chesni solib 1 soatga dimladim. Bu vaqt ichida olovlarga e'tibor berib, o'z ishimni davom ettiraman. Sizlarga tovuqni qanaqa usulda pishirilishi yoqadi? Kommentariyga yozib ketinglar. Tovuq bilan yeyishga pomidor, bodring, chesnak, jennelar bilan rosa ketadi. Saryoda dimlangan jo'jalarni xil bo'lib pishdi. Tovuqdan ham oldin bolalar sachokini talashib yeydi. Ko'chadagi jo'jadan qolishmagan taomimga bitta like bosib ketinglar. Mana saryali jo'jamiz tayyor bo'ldi. Pattinka tugmasini bosib ketinglar. Super.